Hayırlı yakshanbalar. Yakshanba kuninglar xayrli bo'lsin, yaxshi bo'lsin vatandoshlar, millatdoshlar. Men sizlardan 20 kundek bo'lib qoldi. Bu suhbatda ayrilib ketgan. Xabaringlarda bor, men ishda bo'ldim. İşten qaytib kelib yana bu ekraningizda vatandoshlar bilan yana qaytib ko'rishyapmiz. Qaytib bir suhbatlash fursatiga erishyapmiz desak bo'ldi vatandoshlarimiz. Bugün köpçülükке meningki tunuşturduğun temam bugünkü dünyada buluvatkan asaslık sosyal medyada hem yerde buluvatkan yani Xi Jinping'ninki kolgu elindi mi degan bir tem buldu vatandaşlar. Bu temi çıkılı bir günden artık eşip kaldı. Sosyal medyada bolsun hem yerde bu to'g'riliq talash tatish nurg'ulg'an fikrlar, hatta Xi Jinpingning qo'lga ilinib ketgan bo'g'itida o'tir duolar, yaxshi tilaklar, har turli ishlar sosyal medyada ko'rilyapti. Ham ko'pligan vatandoshlarimiz menga video har turli so'zlarni avatib, siz qanday ma'lumotlarga erishdingiz, bu ishlar rostmi yolg'onmi degandek savollarni ko'pligan qarindoshlarimiz o'tirib qo'ydi vatandoshlarimiz. Men bu asli tünügünün yüzde bu haqda biraz özümün tushunchalarini bizga ergishayotgan do'stlarga yetkazib qo'yay deb o'yladim, ammo yana bu haqda bir yetarlik ishonchlik cho'ng medialarda o'tirib chiqqan bir xabarlar o'tirib chiqib qoladi degan niyat bilan tünügünni tatib saqlasak, yana men Facebook'imga yozib qo'ygandek Turkiyaniki ushaqchak medialarda ve Hindistan'daki adatki medyalarda bu şahta cık mulayizler bulundu vatandaşlar. Xi Jinping'nin qo'lga ilinganligi haqida. Yani bu nima uchun degan vaqtimizda xalq nayt ko'p qiziqishlik sababi yani Shanxay hamkorlik tashkiloti, men uni Shanxay Turkistonchilar tashkiloti deb turib atayman. Shanxay Turkistonchilar tashkilotidan ayrilib nayt tuyuqsizlar oxirgi kuni suhbatga, fikr bayon qilishga, tamoqqa qatnashmay Xi Jinping ketib yo'qolib ketgandan keyin va Xitoyning ichki qismida bo'layotgan ba'zi o'zgarishlar sosyal medyada tarqalgan voqealarga asosan bizningki Uyg'ur va butun dunyodagi kishilar haqiqatan bu Xi Jinping qo'lga ilinganmidi degan tema bu xalqimizningki, millatimizning kallasida bo'lib o'tibdi. Bunu degandek men o'zimning kuchimning yetishicha tushuntirib qo'yay deb o'yladim vatandoshlarimiz. Men Facebook'ga yozib qo'ygan Hindiston medialarida tarqalgan xabarlarga asosan Xi Jinping uyda qo'lga ilingan bo'lishi mumkin, qo'lga ilinibdi degan gaplarni yozib qo'ydim. Bunu ba'zi qarindoshlarimiz rost deb tushunib qolgan o'xshaydi. Men tafsili yozib tushuntirishga vaqt yetmagandan keyin nima uchun men bu mediadan olib bunday yozib qo'yganimni ko'pchilikka men tushuntirib qo'yman vatandoshlar. Köpçülükке tushuntirib qo'yman. Bu tema asosli mushi tem bo'ldi vatandoshlarimiz. Undan boshqa ilgirki suhbatlarimizga o'xshash bu temaga kirishdan avval ko'pchilikka tushuntiradigan dunyoda yuz berayotgan masalalarni desak vatandoshlar, xabarlarda bor, yana xabar yetmagan do'stlarga yetkazib qo'yishni loyiq topdim. Mesela Rusya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna için umumiy safarbarlik hareketini başladı. 300 mingga yaqin askarni yig'ib Ukraynaga qaytadan bir hujum qilish, harakat qilishlarini qilyapti vatandoshlar. Undan boshqa Ukrayna ishg'oliyat ostida, ya'ni Rossiya ishg'oliyat ostidagi Donbass rayoni 4 rayon bor. Bu rayonning o'zida Putin hokimiyati Rossiyaga qo'shilib ketish, ketmaslik haqida referendum o'tkazyapti. Referendum o'tkazyapti. Bu referendumning maqsadi nima degan vaqtimizda Putin hokimiyati bu Donbass rayonini xalq o'zi xohladi degan nuqta bilan o'ziga mangulik qo'shib olish uchun bir referendum faoliyatini olib boryapti. Albatta buni dunyo xalqi tonimaydi, ammo bu orqali Putin qanday qildi desa, maqsad bu uzun suzilgan urushning o'zida o'zining ziyon tortib ketayotganligini bilgandan keyin endi shu Donbass rayonini o'ziga qo'shib olish orqali u yerga bir chegara tom fasil so'qmoqchi. Shu orqali bu Donbass xalqi bu rayon mesela Ukrayna zeminining 25%ni tashkil qilgan rayonni o'ziga qo'shib olish orqali bu rayon xalqi o'z ixtiyorligi bilan mana referendum bilan bizga qo'shildi. Bizning chegaramiz bu ya deb o'zining chegarasini bekitish orqali Ukraynaninki Zelensky hokimiyatining o'zining tuprog'ini qo'g'dash uchun olib borayotgan harakatlarga, urushlarga bir qonunsizlik urush
qonunsizlik urush degan holatini shakllantirmoqchi. Ya'ni bu yerdagi xalq bizni xoladi. Shuning uchun chegarani Donbas rayonidan tortib Rossiya chegarasiga qo'shib oldik. Endi sizningki biz qilgan u Donbas rayoni qilgan harbiy harakatimiz Ukraina va Zelenskiy hokimiyatining u rayon qilayotgan harakati Rossiya hokimiyatining tuproqqa qilayotgan tajovuzchilik harakati bo'ladi degan nuqta xuloslamoqchi vatandoshlar. Ish mushundoq bo'layotdi, oxirgi jarayonlarni ko'ramiz. Undan boshqa desak, masalan, Eronda bir 20 yoshli kurd qizninki masalan yog'liq masalasi tufaylidan Erondagi axloq soqchilarininki tutib ketib o'lish sababidan Eronda bugun qalayimqanchilikning ichida bo'lyapti. Ayollar yog'liqlarini ko'ydiryapti. Eronninki bu atalmış islom rejim hokimiyatiga qarshi namoyishlar u yoqda bo'lyapti. Bir tarafdan rejim hokimiyatini qo'llaydigan kuchlar, bir tarafdan rejimga qarshi Eron mollolariga qarshi namoyishlar bu yerda davomlashyapti vatandoshlar. Ondan başqa desak, yana biz ilgari so'zlarimizda tillab o'tgan Imron Xon, ya'ni bizningki tilimiz bo'yicha aytgan chaqda China Xon endi qo'pab, yana xalqiga namoyish faoliyatlarini o'g'irlashtirib, hokimiyatiga qarshi umumyuzlik jang e'lon qilish to'g'risida bu shuarlarni to'lab kelyapti vatandoshlar. Avvaldan qaragan chaqda Pokiston ham o'sha Imron Xonning banisi bilan to'liq bir ishki urushlarning ichiga kirdigandek ko'rinadi. Menimcha shundoq bo'ldi. Pokiston kelgusida mencha o'g'a vaqtimizda ishga urush har turli ishlar tufaylidan Pokistonni parchalanib ketadi deb o'ylayman vatandoshlarimiz. Endi o'zimizning asosliq temasiga kelsak vatandoshlar, men avval nima uchun bu Hindiston medialarida bunday deyotdi degan gaplarni men qo'shib qo'ygan. Buni bir ko'pchilik yezib anglab yiqinglar. Anglagandan keyin endi Shininki ahvol to'g'riliq men ko'pchilikka bir o'zimning tushunchalarimni deb qo'ysam. Was buzzing about what's going on in China. The global focus is on the silence of the Chinese media through all of it. The world is asking one question: what's going on in China? Here's a full report. After EAM Jaishankar met his Chinese counterpart as part of the BRICS meet in New York, the world is asking one question: precisely what's going on in China. During the ongoing diplomatic powwow in New York on the sidelines of the United Nations General Assembly, Quad foreign ministers met second time this year. India, United States, Japan and Australia. India, of course, represented by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, and reiterated the common denominator, the reason for which Quad have come together, and that's a free and open Indo-Pacific and a rules-based order. Eerie and empty airspace maps in China. That video of military convoys, some putting it at 80 kilometers. None of us will ever be able to tell you the truth about what really happened. But what we can tell you, real time, is this. Take a look at this. This is suspicious. And if my video journalist can just, show this. Right, this is a flight. This is a live flight activity, Shaman. This is a flight. This is a live flight activity. Look at the flight activity over India. Right? That's how many planes are in the skies in the airspace. Look at the flight activity over China. Over 10,000 flights, Shaman, have been cancelled. This is China. All of this is China. Right? All of this is China. All of this. And there is no aerial activity over China, not much. A few flights, handful of flights, but nothing outside of that. Social media buzzing with military coup rumors. Posts are viral of troop movement. Watch this allegedly around Beijing. But what is overwhelmingly out of character is Beijing's silence. The fact is that the Chinese media itself is silent. The Chinese media is not talking about what is going on. Many flights have been cancelled. Over 10,000 flights have been cancelled. Why is there no reporting on it? What is the truth behind why these flights are being cancelled? Is there a military build-up? Why is there a military build-up? Is it a military exercise? Or is there more than what meets the eye in China? Is Xi Jinping under house arrest? Is there actually a coup against Xi Jinping? Or is it all part of a regular military drill? If it is China's silence regular theatrics, or is there more to what's going on? Republic tracks every move.
Bureau Report, Republic TV. Ko'rdinglar vatandoshlar. Mana Hindistonniki men mushunda xabarlarga asosan men ko'pincha o'zimning fikrlarini yezib qo'yman. Bu Hindistonniki Republic TV'da chiqqan so'zlarni anglagandan keyin biroz ishonchli deb hisoblagan. Mushuni anglagan xabarimga asosan men o'zimning fikrimni Facebook yezib qo'ydim vatandoshlar. Bu xabarda deyotdi, shu Beijing rayon ashani qilgan chaqda Xitoydagi 60% ga yaqin havo aeroportniki to'liq bir qatnashga etib etilganligi asosan bu yerda bir cho'ng bir o'zgarishlar bo'lgan bo'lish mumkin degan farazlarni o'tirib qo'yotdi. Cho'ng bir alayda ishlar yo'q. Yana birisi Beijingga ketayotgan cho'ng qatnash yo'llarininki odatdagi ommaviy qatnash uchun etib etilganligi, u yerda tankining Beijing qarta, masalan, harbiy aslaha qurollarininki Beijingga qarab ketayotganligi asosan bir o'zgarish bor. Xi Jinping qo'lg'ilindi bu degan talash tatishlar. Ammo mushning asosan, mushunchalik ahvolga asosan bu narsalarni o'tirib qo'yotdi vatandoshlar. Demak, bu yerda haqiqatan Xi Jinping qo'lga elindimi, uyda turmidi yotamdi, bu to'g'rida hech qanday bir ma'lumot yo'q. Kechiringlar vatandoshlar. Hech qanday bir ma'lumot yo'q vatandoshlarimiz. Buni sizlar mushundaq tushensanglar bo'ldi. Bu yerda dunyoda bir cho'ng medialarga chiqqan hech qanday xabarmi yo'q, ammo sotsial mediada ashunda gaplar chiqib qoldi. Men eng ishonchli deb hisoblagan Hindistonniki Republic TV'da bergan ma'lumot mushunchalik. Endi bu nuqtaga asosan men o'zimning fikrni yozib qo'ydim. Endi mening o'zimning tushunchasimni deysam vatandoshlarimiz, men sizlarga o'xshash orzu qilaman. Xi Jinping haqiqatan bir diktator. O'zining xalqini qiryotdi. Uyg'urlarga mana bugun jazo lageridan tortib solab o'tirib, bugun o'ltiryotdi. Millat bugun 2 oyga yaqin bo'ldi. Uyning teshig'i chiqqani yo'q tuzuk. Keyin o'ltirib yolg'on xabarlar yana taqashqa boshlaydi tashqi dunyoga. Xitoylar yolg'on videoni ishlab o'tirib, mana ichiyotdiq. Men hozir hamma uchuqdaydi. Buningga moslashayotgan tashqi dunyodagi bir turkum xoin ofsharkalar voy ras echet degan tashviqotlarni boshlaydi vatandoshlar. Endi bu demoqchi o'g'limiz nima degan chaqda Xi Jinping qo'lga elinmadi. Bu mening tushuncham vatandoshlar. Buni yetarli bir isbot, bir narsalarni tepib oldinglarga tashlab beramayman, chunki yo'q. Bo'lgan bo'lsa men ochib turib beratdim. Ammo tushunchamni deysam, Xi Jinping qo'lga elingani yo'q vatandoshlar. Bu hile oynayotdi, hile mikr oynayotdi vatandoshlarimiz. Buningki yana bir isbotini, masalan, hozir bugun 24 bo'ldimi, chislaga 25 bo'lgan bo'lsa, 10-oyning 1-kuni oktyabr Xitoyningki davlat bayrami bo'ldi, bu vaqtida ko'ramiz. Meningcha bo'lgan vaqtimizda Xi Jinping qo'lga elinmadi. Xi Jinping o'zining o'yinlarini o'ynayotdi, yana Xitoy va Uyg'urlarni o'ltirishni iborat bu o'yinlarni davomli o'ynayotdi vatandoshlar. Meningcha tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtida masalan hozir oldida Xitoy hukumatiningki bir saylan bo'ladi, Xi Jinping taxtda turamdi va taxtdan tushib ketamdi deb butun dunyoning ko'zi mushunda. Mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtimizda vatandoshlar, bundan biz Uyg'urlar zaten umidimizni uzishimiz kerak. Xi Jinping taxtda qoladi. Bu mening tushuncham. Taxtda qoladi. Yani Xi Jinping o'zining bugungi davrni ayni vaqtdagi Xitoy kommunistik, ya'ni Mao'ning davriga o'xshatib butun dunyodagi siyosatchilar ko'pinchilari degidek Mao'ning davriga qaytyotdi. Xitoy to'liq bir tashqi dunyosidan izlash etilgan, ayrilib qolgan. Ya'ni Mao'ning davri qanday ekanligini sizlar yaxshi bilasizlar. Ashuning o'xshash ochliqdan o'zining xalqini o'ltirgan, Mao'ning 40 milliondan 60 millionga yaqin, hatto ba'zilarda 80 million insonni ayni vaqtda o'ltirib o'tgan. Xi Jinping ayni Mao'ning tutgan yo'lni tutdi deyotdi vatandoshlar. Shuning uchun mening tushuncham, Xi Jinping bu qatam qurultaydimi yana davomli saylanib chiqadi. Uyg'urni va o'ziga qarshi bo'lgan Xitoylarni davomli o'ltirishni buni davomlashtirdi vatandoshlar. Qancha uzoq suzildi, qachongacha bordi, men uni bilmayman, ammo Xi Jinpingning bugungi tutayotgan strategiyasi Mao'ning ayni vaqtda tutayotgan strategiyasidan o'xshash. Ba'zi mezgillarda o'zgarishlar hosil qilish mumkin. Yana insonlarni aldash mumkin. Ma'lum bir inqilob davriga, Mao'ning davriga o'xshash baribir siyosiy inqilobni qo'zg'ab xalqni aldash mumkin, ashunda qilish mumkin. Ammo Xi Jinping yana taxtda qoladi vatandoshlar. Mencha bo'lgan chog'da qo'lga ilingani yo'q. Bugungidek Xitoy hukumati dunyodan izlash etilgan Uyg'ur masalasi tufaylidan Tibet masalasi tufaylidan va yoki Tayvan masalalari tufaylidan qattiq besimga duch kelgan ahvolida Xitoy hokimiyatiniki bunda o'yinni o'ynashi tabiiy.
Bunda her türlü oyunlarni o'ynab chiqdi vatandaşlar. Muhim bo'lgan narsa qaysi degan vaqtida Xitoy hukumatı mushundaq ekanligini bilgan Xitoy xalqi qo'zg'alish kerakdi. Xitoy xalqi qo'zg'alib hokimiyatni og'dirish kerakdi. Ammo sizlar biz bilgan Xitoy qanday Xitoy degan vaqtimizda dunyo tarixidagi misli ko'rilmagan bir qo'l millat. Mening bu deyotgan so'zim hech qanday vaqt masalan Tayvan, Hong Kong boshqalar qaratilmaydi. Hatto Tayvanliklar o'zini Xitoyda behisoblamaydi, Hong Konglar o'zini Xitoyda behisoblamaydi. Bizning deyotganimiz bu yerda cho'ng quruqlikka Xitoylar qaratildi. Bu cho'ng quruqlik Xitoylar biz bilayotgan Xitoylar qo'l millat qarindoshlar. O qo'l millat. Mao'ning davrida 80 millionga yaqin odam o'lgan chaqda siyosiy inqilob bo'lmagan. Xi Jinpingning bugungi strategiyasi biz oldingi so'zlarimizda dedik. Vatandaşlarımız oldingi so'zlarimizda dedik. Xi Jinping va Xitoy kommunistik hokimiyatining kelgusida qurmoqchi bo'lgan digital dunyoda o'zining xalqining 500 milliondan 700 millionga yaqin insonni o'ldirib etish degan gaplarni biz takror deb keldik vatandaşlarımız. Bu Xi Jinping hokimiyati kelgüsü özünün qurmoqchi bo'lgan dunyosida insonni aziltib, o'zi keladigan yukni yenikletish uchun bu sistemini uyg'unlash uchun Xi Jinpingdek bir diktator kerak. Uni qiladi. Xi Jinpingning qo'lidan foydalanib turib qiladi Xitoy va Xitoy hokimiyati. Ammo bu yerga xalq deyotgan xalq emas, bir jonivor qo'l xalq bo'lgandan keyin siyosiy o'zgarish qo'zg'ab, siyosiy harakat qilib, hokimiyatni o'rmagan taqdirning o'zida ashunday ketaverdi, o'ltirish davomlashaverdi. Xitoyning ishkir o'lkalarida o'ltirish davomlashaverdi. Bo'libmi bu yerda nuqtaliq o'ltiradigan nuqtasi Uyg'urlarga bo'lgan o'ltirish yana davomlashadi vatandaşlarimiz. Shuni biz ilgari suhbatlarimizda dedik, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi toki Uyg'ur davlati qurilgan qadar davomlashadi degan gaplarni biz takror deb keldik vatandaşlar. Xulasi gap Xi Jinping qo'lga olindimi degan gaplarning o'zini men bunga hech qanday bir zaman ishonmayman. Ham Xi Jinping bu qatimki qurultayda taxtga chiqamdi, chiqmamdi degan talash tortish masalalarim bor. Meningcha bo'lgan chog'da Xi Jinping taxtga chiqadi. Xitoyning Xitoy va Uyg'urlarni o'ltirishni davomlashtirdi. Toki o'zining shu strategiyasida kam degan chog'da 500 million insonni o'ltirib o'tganga qadar bu o'zining mushunda osh qo'yib o'ltirish, her türlü usullar bo'yicha o'ltirish, hozirgidek virusni bana qilib o'tirib o'zining xalqini qamal qilib o'ltirishlari bu oxirgacha davomlashadi vatandaşlar. Buningga bizning tayyorligimiz, fikrlarimiz bo'lishi kerak. Meningcha Xitoydek bir millatning ichida tuyuqsiz bir siyosiy o'zgarish qilib, siyosatning o'zgarib ketadiganiga men oldirab turib ishonmayman vatandaşlarimiz. Shunday bo'lishini umid qilaman. Xitoy xalqi qo'zg'alib o'tirib hozir hokimiyatlarini ayni vaqtdagi Chaushesku Ruminiyaning kommunist lideri Chausheskuning dog'i osgandek esib etishini men umid qilaman. Ammo biz izlayotgan bu Xitoy va Xitoy millatining ichidan, qo'l millatning ichidan bunday insonlarning chiqishini men biroz tuvan deb turib ko'raman vatandaşlarimiz. Shuning uchun bu Uyg'urlarga bo'layotgan irqiy qirg'inchilik davomlashadi vatandaşlar. Bugun ko'rdinglar ana Urumchi etik G'o'ljining ahvoli ashundoq. Yana boshqa yerlarga men kengayishi mumkin. Ilgari degandek, men yana so'zimni qayta takrorlab o'tay. Uyg'urlar oz bo'lgan yerlarning o'zida, rayonlarning o'zida Uyg'urlarni davomli o'yga solab o'ltirish bu ish oxirigacha davomlashadi vatandaşlarimiz. Chunki Xitoyning tibki maqsadi demisakmi yaxshi bilisizlar, yana buni takror deyish kerak. Xitoyning tibki maqsadi u zaminda Uyg'ur davlatida Uyg'ur degan millatni to'liq o'ltirib etish orqali o zaminni o'zining mangulik tuproqqa aylantirib olish bu Xitoyning tibki ona strategiyasi. Shuning uchun ular Ipak yo'lini boshlatgan vatandaşlar. Ipak yo'ldan iborat bu g'oyasur trillion dollarlik 60 necha davlatni besib ketadigan bu strategiyani boshlatgan. Shuning uchun Uyg'urlarga oshkora dunyoning ko'zida mana irqiy qirg'inchilikni oshkora ilgari u yoqdan bu yoqdan qilgan bo'lsa oshkora qilib kelgan vatandaşlarimiz. Biz hala bugunga qadar Xitoyning zodi qanday Xitoy ekanligini biz toz yaxshi tushunib bo'lmayotimiz. Bu orqali men ko'pchilikka bir narsani dugim keldi vatandaşlarimiz.
Meni ilgari şu İpek Yolu stratejisi bo'yicha, İpek Yolu stratejisi Xitoy bilan eng qattiq hamkorlashib atgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston bizning atalmış qarindosh deb atgan Turkiya deb atgan bu qarindoshlarimiz hatto Turkiyani o'z yo'g'an Muşu Türk, Kürükler, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Istanlarını men Kapiristan, Pakinistan, Kalmakistan da oturup tıllığa vaktimizde bütün dünyada nurgun insanlar oturup bizge bulup bana en veşileci hücum kılındığı işler bulundu vatandaşlar. Hatta özünün dadısının kimliğini bilmeydiğin bir türküm canavarlar çıkıp oturup özünün dadısının kimligini bilmeydiğin bir türküm canavarlar çıkıp oturup men Kazak, men Özbek, men falan pökün deyiş arkalık Uygur dime de oturup vaqırap bizge hücum kıga adamlarla çıkıp gitti vatandaşlarımız. Biz bu işlerini bilip oturtup dedik. Bilip oturtup sözüldük. Xitayning İpek Yolu stratejisi nereden besip ötüdü? Bunun tutmakçı boğan stratejisi nime? Bu noktani bilip oturup bizning dost devatkan, qarindosh devatkan Kazak, Kırgız, Özbekning Xitaylarni %100 hamkorlashib atganligini, Uyg'urni o'ltirish strategiyasida %100 hamkorlashib atganligini bilgachga biz ularni Ston, Pakiniston, Kapiriston, Iflasiston deb o'tirib hamma gaplar vahshiy gaplar bilan tildik. Bu vaqtning o'zida o'zining millatining qinidan bo'lmagan paskin hayvonlar, jonivorlar chiqib o'tirib bizning qarindoshlarimizni tillashib tushdim deb o'tirib dunyodan yamanmi yog'mi so'zlar yig'ib ketgandi. Qarindoshlarimiz degan so'zlar to'g'ri chiqib otamdi, chiqmayapti. Ko'rdinglarmi? Bu shayninki 14-15lari men Shanxay hamkorlik tashkiloti deganni men Shanxay Turkistonchilar tashkiloti deb turib atayman. Bundan keyin bu yerda atalmış biz devatgan shu Turkiston rayonidagi Kazak hakimiyeti qaysi maydonni berdi? Aeroport chiqirib kutib oldi. O'zbekiston hatto yerim xalqini usulga soldi. O'zbekistonning eng oliy maydonlari berib turib Xi Jinping o'tirib berdi. Va shu Shanxay Turkistonchilar tashkilotining o'zida O'zbek va Qozaq hokimiyatlari Xitoy hokimiyatining atalmış Xinjiang, ya'ni Uyg'ur davlatiga tutayotgan bu irqiy qirg'inchilik siyosatini oshkora qo'llaydiganligini o'tirib qo'ydi. Medialarda çıktı. Bizim Facebook'umuzga qo'shib qo'ydik. Medallarni o'tirib taqib besiqda esib qo'ydi. Nima deysiz endi buningga? Bizni tillagan kapirlar, hayvonlar, ishtlar, jonivorlar, shu Qozoq advokat qilganlar, shu Qirg'izga advokat qilganlar, shu Turk, Kürükka advokat qilgan jonivorlar. Sizlar buningga nima deysizlar? Ishinglardan cho'kib ketdinglar-ku, bir og'iz gap qilmadinglar-ku. Biz shuni bilgan sizlarning maqsadinglar shu Kürükning davosini qilish orqali Uyg'urni İpek Yolu strategiyasida taltukis o'ltirib tugitishdan iborat bu siyosatga hamkorlashayotganlarga advokatlik qilish orqali mening millatim, mening Uyg'urimni qirib tugitish siyosatiga chavak kelayotgan xaylar, pasqlar, hayvonlar edinglar. Yani Shanxay hamkorlik tashkilotining o'zida va Shanxay Turkistonchilik tashkilotining o'zida nima qildi? Gördünüz, medalını esip koydu medal. Sizden bir qarindosh degan şu insanlarınız sen bizning o tuproqda bizden birga yashaydi deb hisoblagan qarindosh degan şu xalqni sen qirib o'ltirib atsa deb o'tib birlar bir qator so'z qilib qo'ydimi? Söz qilmadi. Qo'llaymiz dedi. Çünkü bu plan edi. 2006'dan tatib başlangan plan edi. Şoňa Xitayning türk stratejisi Uyg'uriston bilan, Uyg'ur davlati bilan Turkiyaning İstanbulni birlashtirish bu Xitayning eng oliy stratejisi edi. Xitaylar o'zi dedi. Bu İpek Yoluning birinchi bekiti ko'rikning boshlanishi Uyg'ur davlati bo'lgan bo'lsa, oxirlash nuqtasi İstanbul dedi. Bu jarayonda bir ko'rik yasiladi dedi. Bu ko'rik nada ma'noda desiniz, siz biz tilg'ayotgan bayatinqi Ston, Pakiniston, Kapiristonlarni o'tadi, Hayvonistonlarni o'tadi. Bu rayonimizda şu Türkiye hokimiyati nima deganti? Uyg'urlar Xitoylar bilan ikkisining o'rtasida ko'riklik rol o'ynash kerak degan siyosatni yurgizib kelmaganmidi? Vatandoshlarimiz, qabringizda ko'rdingiz, ana bugun biz ilgirki bir qatimliq suhbatlarda to'xtalib o'tgan
Şu Azerbaycan bilan Armeniya o'rtasidagi jang bo'lgan vaqtimizda bizning xalqimiz shunda qattiq bir chavoq chelib, Azerbaycan tarafida turib ketgan vaqtimizda biz suhbat o'tkazib turib degandik. Mushu Zanguzur koridor degan koridorning oq tarafida Xitoy bor, vatandoshlar. Chunki bu Ipak yo'lining O'rta Osiyo bilan Anadolu'ni tutashtiradigan yo'li. Shuning uchun Azerbayjonga kelgan vaqtimizda siz chavoq chep ketmang. Uning kaynida Turkiya va uning kaynida Xitoy bor degan. Bugun ana siz ko'rdingiz Zanguzur Cumhuriyeti deydigan dadasi bilan onasini tonimaydigan, hech kim ega olmaydigan bir cumhuriyatni e'lon qilib qarab bo'ldi. Xayritiga ishondingizmi? Yaxshilab qarab beqing. Vatandoshlarimiz. Biz bu davlatlarning Ipak yo'lini qurib, iqtisodni rivojlantirishga qarshi emasmiz. Ammo bu yo'lning o'zida Xitoy hokimiyati Uyg'urdan iborat bu millatni taltikus yo'qotishdan iborat bu strategiya Ipak yo'li strategiyasiga kirgan bo'lg'ashqa biz bugun ularning tutayotgan siyosatida bizga o'tirib Xitoyga yantayoq bo'lma, bir millatni Uyg'ur millatini qirib sen monig'imi so'z qil degan nuqta bilan siz biz deyotgan shu Ston, Pakiniston, Kapiristonlarni, Qozog'istonlarni, Qirg'izistonlarni vahshiylarcha tillab keldik. Buni bir qata ko'rsatib qo'yaylik. Yana ba'zi insonlarning yodidan chiqib qilib ana O'zbekiston Mirzayev, Çin Mirza'nın berayotgan medali. Uyg'urlarni o'ltirgan Çin Mirzaga berayotgan medal av vatandoshlar. O'ltiravering, qanchalik o'ltasingiz bo'laverdi biz qo'llaymiz degini. Endi nima deysiz kafir Turkistonchilar? Bizni qozoqni tilidan, qirg'izni tilidan deydigan kafirlar, ayvallah, ishtlar, endi buniga nima deysa endi? Bu to'g'riliq tillig'anmi nurg'un vatandoshlarımızdan söz keldi. Bu Erkin efendim sizning deganingiz to'g'ri chiqyapti. Bizning tuprog'imizni o'tirib atalmış Sharq Turkistonda bu yerda biz qozoq, qirg'iz hammasining uyi desak, bular o'tirib endi o'zi mustaqil bo'lgan davlatlar endi qo'pib Uyg'urni o'ltirsak, o'lti degan gap rost chiqyapti. Sizning degan gapingiz to'g'ri chiqyapti deb shunday dedi. Men ilgirdan tortib so'zimda deb keldim. Xitoy hokimiyatining maqsadi Uyg'ur davlatidagi hech qanday bir qozoqni o'ltamaydi, qirg'izni o'ltamaydi, tojikni o'ltamaydi, hatto o'zining Xitoyni o'ltamaydi. Faqat o'ltiradigan nuqta u Uyg'urni o'ltirdi. Shuning uchun sen buni Uyg'ur genosidda, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida chimto degan gapni biz takror deb keldik. Xitoy sarang emas-ki. Mustaqil davlat bo'lgan Qozog'iston bo'lsa, Qirg'iziston hammasi bo'lsa, bular o'tirib xalqaro sudga boshqa yerga az qila oladiganini bilidiki, ham bu Ipak yo'li strategiyasida shu biz deyotgan qozoq, qirg'iz, o'zbek, shu Pakinistonlarning liderlari o'rtaq kelish bo'lgan narsa bo'lsa, mening millatimni o'ltamaysa, masalan Qozog'istonning lideri, O'zbekiston bo'lsa, mening xalqimni o'ltamaysa, tojik bo'lsa, u davlatki u tojiklarni o'ltamaysa, Uyg'urni qanchalik o'ltirsang o'lta, biz buni ko'z yumimizda turib kelishimni tuzab bo'lgan bo'lsa, Xitoy hukumatı Uyg'urni o'ltirdi, boshqalarni nima deb o'ltirdi o'ziga avarchiq tepish uchun? Bugun yana videoda taqilayotgan, butunlay o'tirib sotsial media taqilayotgan videoni ko'rgan chaqda, ya'ni shu bizning millatimizning qiniga, Uyg'ur millatining, mening millatimning qiniga xiyonat qilayotgan kafirlar, hayvonlar nima deydigan chaqda, yana o'tirib Turkiston xalq o'ylayotdi deydi. Tufay almanaga mingni sikay hayvonlar. Tushundingmi? Aş xalq o'layotgani Uyg'ur deb turib, o'zining ona tilida Uyg'ur deb turib yig'lavotsa, yana bilib o'tirib Turkistonda o'layotgan Turkistonni o'layotdi deb turib shunday deydi. Kafirlar hayvonlar. Bu millatning xiniga sizlar shuncha qattiq xiyonat qilyapsizlar rostindagi vaqtida. Biz bularning xatoligini aybligan vaqtimizda og'zinglarni yum deyapsizlar. Bunda qilmanglar vatandoshlar. Mening millatim Xudoyim bo'lsa garantiya berma, 2 dunyo urushidagi yahudilarga o'xshash qirlig'ini qirilib, yana tugaydig'ini tugab o'tirib, ash Uyg'ur davlatining ichida xuddi Isroillar yahudilar qanday davlat qurgan bo'lsa, bu davlatni qurdi. Shu vaqtimizda siz bizdan haqi hisob oladi vatandoshlarimiz. Chunki bizning da'voyimizni bugun o Ston, Pakiniston, Kapiristonlar emas, dunyodagi eng kuchli millat Amerika, Yevropa
Yaponiya, Avstraliya, Yahudlar qatorliq dunyodagi kuchli millatlar, adolatni so'yadigan, haqni so'yadigan millatlar qo'llayotdi. Har qanday vaqt shunday davlatlar g'alaba qilgan. Yani bugün mening millatim g'alaba qildi. G'alaba qilgan vaqtimizda sizlarga o'xshash ko'zingizni yumib o'tirib, mening millatimning qanini boshqa millatlarga bilib o'tirib, Uyg'ur o'layotgani Uyg'ur o'lib, men o'layotman deb Uyg'ur tilida so'zlab o'tirsa, yana o'tirib Turkistondagi turk xalq o'layotdi deb turibdi. Sizga o'xshash kafirlardan hamma o'tirib turib hisob oladi mening millatim. Yadınızda bo'lsin, Uyg'ur davlatida boshqalar deydi 30 necha million turk xalqi yashaydi. Turk xalqi yashamaydi. Uyg'ur davlatining Sharq Turkistondan nimadan 35 million deydi ba'zilari 40 million deydi. Uyg'ur millat yashaydi. Yadinizda bo'lsin. Uyg'ur deb turib elishni unutib qolmang. Shunda deydigan insonlarga degan gapimiz shu. Vatandoshlarimiz, bu orqali biz ba'zi masalalarni mayli ochiqlanib bo'lsin, mayli qanday qilsa tushuntirishga tirishdik. Bizni deyishga biz majbur bo'ldik vatandoshlar. Men majbur bo'ldim bu siyosatni bilgandikin, shu o'rgangandikin. Millatimiz xato yo'lga kirmasin deb o'tirib biz buni o'rgangandikin takror edik. Ko'rdinglar mana. Xitoy hukumatining tubki strategiyasi qaysi? Shanxay Turkistonchilar tashkiloti, ya'ni Xitoy bilan Turkistonchilar birlashgan bu rayonimizda Ipak yo'lining o'zida siz qarsangiz hammasi Turkiy davlatlar. Ash Uyg'ur davlatidan chiqqandan keyin Ozarbayjonda Turkiyaga jo'qanchiqda hammasi Turkiy davlatlar. Shuning uchun meni Shanxay Turkistonchilar tashkiloti deb o'ylayman, ya'ni China Turkistonchilar tashkiloti deb o'ylayman. Shunda da turib atayman. Bu dunyoda ani ko'rdingiz, hozir 11 ga yetdi. Yani Türkiye mi qo'shilaman deydi. Erdo'g'andan savol so'ragan chaqda nima uchun bo'lmasin Shanxay Turkistonchilar tashkiloti qo'shilamsiz degan chaqda Erdo'g'an dedi, nima uchun qo'shilmaydi ekanman, nima uchun kirmaydi ekanman dedi. Chunki Shanxay Turkistonchilar tashkilotining tubki maqsadi Uyg'urni o'ltirish ekanligini biladi. Chunki 3 xil kuchga qarshi turish ma'nosida bu ayni vaqtda 96-yilda tuzilgan shartnomaga shuni bilib o'tirib imzo qo'ygan xalq. Aşı rayonning o'zidan o'tadi vatandoshlarimiz. Bunu bilib o'tirib bugun shu Turkiya hukumati mi kiraman deydi. Ularning og'zidan bir eg'iz gap chiqmaydi. Biz bu ular xato yo'lda ketyapti. Mening millatimning bir eg'iz so'zni qilish kerak deb o'tirib, ularning xatoligini ayblagan chaqda ichimizdagi kofir mushning o'siz jonivor hayvonlar chiqib o'tirib, sen meni atalmış qerinishim falan Qozoqning gapini qilma, Qirg'izning gapini qilma, Turkning gapini qilma desa, adolatsizlik emasmi? O'ylab beqinglar. Paket qandaq chiqdi? Hani chiqdi. Siz arzu qilgan, sizlar o'tirib deyotgan shu Turkistonchilarning doiralari bir yak keldi, bu Uyg'urning bir yig'i so'zni qilmadi. Hatto o'tirib oshkora Xinjiang degan rayonimizda qandaq siyosatni eppasan, eppa dedi. Ana Mirzayev, To'qayevlar o'tirib davlatning eng oliy medallari bilan mukofotladi. Xitoy shu hamon o'tirib oldig'inimni oldim, ishlar bitdi. Endi de o'tirib, 5-6 oydan birisi, 1 yildan birisi tashqi dunyoga chiqmagan Xi Jinping u yerga chiqib hamma narsani tashqi dunyoga ko'rinib olgan qaytdi, o'zining butun qirg'inchilik siyosatini yana davomlashtirdi. Davomlashdi vatandoshlar. Bu qirg'inchilik davomlashdi. Chunki millatimizning davoni shunday qotib bu yoqqa bo'ladigan davo Uyg'urning davosida buni Turkning, Qozoqning, Qirg'izning, Tojikning, Paskinning, Palanpukuning davosiga aylantirgan davo xoinlari shunday. Uni qo'llayotganlarning hammasi Turkiyalar Xitoyni qo'llayotgan. Unda qo'ygandan keyin Xitoy hukumati xotirjam o'ltirmay qanday qiladi? Bu işçimizdeki Türkistancha iflaslarning tubki strategiyasi Uyg'ur o'ylayotsa, bunu boshqa millatlarga taqsimlash orqali bu qaysi maqsad, qaysi unga yetmoqchi bilamsizlar vatandoshlar? Bular mush orqali, masalan, ayni vaqtdagi Yugoslaviya hokimiyati Kosovoga irqiy qirg'inchilik yurgizgan vaqtda NATO harbiy kuchlar o'tirib bostirib kirgan irqiy qirg'inchilik tufaylidan Muşu Türkistancha munofiqlarning ideyasi qaysi degan chaqda buni atalmış insoniyat qarshi jinoyat kichikiltish orqali qaysi desa, Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik tufaylidan xalqaro jamiyatning Uyg'ur davlatiga bostirib kirishiga to'salg'i bo'lishdan boshqa narsa emas, ham Xitoyga advokatlik qilishdan boshqa hech qanday bir narsa emas. Nega taqishidi? O'layotganing Uyg'ur to'sa, qirilayotganing Uyg'ur to'sa, mush ishkoyning ichida mush kemgacha o'tirib videolarning hammasini tashqi dunyoga taqalgan videoni olsang, buni ichida o'tirib yig'ib kelsang 99% ning hammasini o'layotganligi Uyg'ur to'sa. Nima uchun unda bo'lgan bo'lsa, buni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi deyamay o'tirib, bu Turkistonning irqiy qirg'inchiligi,
unda Qazaqım ba, Qırğızım ba, Tungan ba, Özbekim ba, Tacikim ba, Xitayım ba deb o'ylashning o'rni bormi? Buni aslidagi siyosiy suiqasd, Xitoyga advokatlik qilish, Uyg'urga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik tufayli xalqaro jamiyatning Uyg'ur davlatiga bostirib kirishiga to'salg'i bo'lishdan boshqa narsa emas. Ya'ni turk kurklarning davosini qilayotgan hayvonlarning Xitoyga advokatlik qilishdan boshqa hech qanday bir narsa emas vatandoshlar. Undan boshqa men eng oxirida bir videoni ko'rsatib qo'yay vatandoshlarimiz. Shundaq bir ko'nglimiz dardning ichida mana amaldorlari Özbekning bo'lsin, Mirzayev, Chin Mirza, To'qayev, buni men ismini o'tirib To'qayev deyman, To'qayevlar o'tirib, ammo shundaq medallarni berib, ularni qattiq qo'llayotgan vaqtning o'zida Qozog'istondagi bir turkum molchilar chiqib marashga boshladi. Molchilar chiqib marashga boshladi vatandoshlar. Men bu videoni topay, Facebook'im qo'shib qo'ygan. Molchilar chiqib turib marashga boshladi. Molchilar chiqib marashga boshlashga sababi qaysi degan vaqtning o'zida u yoqda hokimiyatlari Uyg'urni qirg'onga medal beryapti. Bu yoqdan bir turkum molchilar chiqib nima deyapti desa, Qozog'istonda Uyg'ur rayonining ismi bor, sen Uyg'ur rayoni degan bu ismni elivat. Nima degan moslashib ketgan ishlar, qarab beqinglar. Nima degan vahshiy moslashgan ishlar u? Ha? Biz ayni vaqtning o'zida bir tur shu Qozog'iston, Qirg'izistonni ayiblasak, voy xalqi balki yaxshi ularni, voy xalqi biz taraf turdi deyaptim. Bu yoqda chiqib o'tirib, yuzga yoqqan charum mol o'tirib maravati deb bular nima deydi deb. Sen buni nima deysan? Bizni ayiblagan ey jonivorlar. Anglab beqinglar. Biz Алматы облысы, Ауданы Кепелбұлақ ауылының мен деп, қазақ деп, жүрегінде түгі бар азаматтар бүгін жиналып, осы мәселені көтергелі отырмыз. Қасым-Жомарт Кемелұлы, осы көтеретін мәселеміз Ұйғыр ауданының атының ауысуын біз биліктен, жоғарғы биліктен заң түрде біз талап етеміз. Біздің мақсатымыз ұлтаралық қақтығыс туғызу, немесе екі ұлттың арасына от салу емес. Біз тек осы уақытқа дейінгі Амандық Баттал сияқты әкімдердің аудан атын ауыстырамыз деп берген уәделерінің орындалғанын қалаймыз. Қазақ қонақжай халық. Бірақ қонағымызды төрге шығарғанымызбен басымызға шығармаған халықпыз. Егер Ұйғыр ұлты осы елді өз отанын санаса, су ішкен құдығына түкірмейтін халық екені рас болса, осы аудан атауының қазақшалануына бірге үлес қоссын. Мастанчиде дүнген қазақ қақтығысы болған сияқты, өз ауданымызда қазақ қақтығысының болғанын қаламаймыз. Ауданымызда шыны керек басшылық органдарда Ұйғыр ұлтының өкілдері отыр. Атап айтсақ, білім бөлімі, аудан әкімі, ішкі істер басқармасы, медициналық ұйымдар, бұл орындарға лайықты қазақ азаматтары бар екені бәрімізге белгілі. Қазақта да ат тауынатын, елім жерім дейтін азаматтар бар. Ертең қамшытар азаматтар біздің де арамыздан шығуы мүмкін. Барлық салада теңдік болу керек. Қазақ өз жерінде кемсітілмеу керек. Егер билік тарапынан ешқандай қолдау көрсетілмесе, бұл төбе ауыр салдарға әкеліп соғады. Өйткені халық бұрыннан атаудың қазақшалануын қалайды, қолдайды. Ауданнан бөлек Шонжы, Қалжат, Ақтам, Бақар, Ардолайт, Добын және тағы басқа атауларды қазақшаландыру керек. Осы тұста аудан әкімі Шұқырат Нұрақыновтың осы мәселеге қолдау көрсетуін сұраймыз. Комиссия құрылсын, осы бағытта жұмыс жасалсын. Бір айдың ішінде бізге тиісті жауабын берсін. Егер жылы жабылып қала беретін болса, заңды түрде құзырлы органдардың рұқсатын алып, аудан атауы ауысқанша аудан арқасы жанында қазақ үйлер тігіп, қарсылық акцияларын өткіземіз. Еліміздің білікті халықтың мұқтажын жоғарыға жеткізіп жүрген журналистерге жүгініп, осы ісіміздің аяғына дейін жетуіне күш саламыз. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға осы үндеуімізді жеткіземіз, жетеді деген үміттеміз. Біз Кепелбұлақ ауылының жастары Ұйғыр ауданының атауына түбегейлі қарсымыз. Нендейді, аңдыңлар ма? Қойланың авазını алдыңлар ма? Ауданы Кепелбұлақ ауылының. Қойланың авазını алдыңлар ма? Қойланың тілini түшендіңлар ма? Мен түшендім, біліме. Bu malçılarning bu qo'ylarning tilini. Bu qo'ylar deydi, Uyg'ur Olmuta oblastida Uyg'ur degan bir ismning kayniga o'tirib kelib o'tirib, 100 dan ortiq bu qo'ylar chiqib, bu ismni elivat deydi. Biz buni xohlamaymiz. Buni To'qayevlar buni kun tartibga kelish kerak. Bu yerda bunday ism mavjud bo'lmasligi kerak deb shunday deydi.
Hokimiyatlari Xitoyga medal beryotdi. Mana menga o'xshash chorva molchilari chiqib o'tirib, endi buni elvatdi. Ham buni qanday qilgancha buni qanday insonlik deb tushunisizlar? Qanday qarindoshlik deb tushunisizlar vatandoshlar? Biz mushlarni tutayotganlarni xato desak, yana bizning ichimizdan yuziga tükürüp tursa o'tirib, dadasini, onasini bilmaydigan bir uyda o'tirib qozoq va qirg'iz deb o'tirib, necha millatlar o'tirib topgan hayvonlar kelib o'tirib, yana bizni tillashga boshlaydi. Dema, gap qilmadi o'tirib. Maqsad nima? Uyg'urni o'ltirish, Uyg'urni yo'qotish. Men ma insonlarning yanada bo'lgan bo'lsam, Uyg'ur davlatida Uyg'ur millatiga shunchalik qirg'inchilikni yurgizayotgan bo'lsa, hokimiyati maydonga o'tirib ularga berayotgan bo'lsa, Uyg'urni o'ltirish maydonini berayotgan bo'lsa, zarrachilik aqli bo'lgan, azroq bo'layotgan molchilar bo'lgan bo'lsa, chiqib o'tirib, "Munda qilma, ma bizning qarindoshimizmi u? Biz bir inson, biz Uyg'urlar o'tirib, biz bir inson, bir inson biz. O insonning naslini qurtiyotdi, urug' tuqqan deymisin?" Amerika, Yevropadan tatib bulardan qon qarindoshim bo'lgan xalq bularning urug'ini saqlab qolamiz deyotdi. Shuning uchun ma zaminning o'zidan bo'lsin Uyg'ur degan ism qo'yib qolsin. Hokimiyat bundaq ishlarni qilma. Xalq hokimiyatga besim ishlat. Uyg'ur degan bizning qarindoshlarimiz, bavurlarimiz saq qolsin, hayot qolsin. Ularni qutqizib olaylik. Ularni o'tirib biz tarixdan buyon birga yashagan, birga yashagan, ularning beshiga kun keldi, dard keldi. Bundaq vaqtning o'zida buni o'tirib bu yoqda Xitoy o'ltirgan bo'lsa, bu yoqda ismini o'tirib yo'qot degan bundaq strategiyani biz qo'shmaylik deb turish shart bo'lgan. Ko'rdingmi mana bu insonlarga? Sizlar da'vo qilayotgan kafir Turkistonchilar, ana mana da'voyingiz mushu shu. Sizlarni qilayotgan Turkistonning da'vosi, o'chiqin deb qo'ygan vatandoshlarimiz, Shanxay Turkistonchilarining da'vosi u. Ya'ni Uyg'ur millati to'liq yo'qolib, Xi Jinpingning rahbarligida, Xitoy va kommunistik hokimiyatning rahbarligida Uyg'urlar to'liq yo'qolib, İstanbul bilan Uyg'ur davlatini birlashtiradigan da'vo. Bu jarayonning o'zida Xitoyga yantoyoqda bo'lganlar mana shuni qo'shish molchilar, turklar, purklar, kurklar hammasi shu. Shuning uchun biz tilladik, shuning uchun biz ayibladik. Buni kimni ayiblayman? Buni kimni tillayman? Mening og'zimni besiqtiramaysiz. Shuning uchun buni dikinday, bularni ayiblagan, bularni tillaganlar tillagan vaqtingizda, gap qilgan vaqtingizda, "Men ona dema, men dema" degan gaplarni bu hech qanday bir odamga qartilmaydi, meni bak to'la odam degan, hammanglar deydigan shu gapingni qo'ngning ichiga tiqib ol, javobning vallari. Sana deydigan gapim shu. Vatandoshlar, eng oxirida mening deydigan gapim shu. Bizning Uyg'ur davlatini qurish, Uyg'ur millatini qutqizish, Uyg'ur davlatini asli keltirish degan chaqda vaqt kelib qolsa, qarindoshlar, bundaq taslimiyatchilik qilmanglar. Bizning qozoqqa, qirg'izga, o'zbekka, tojikka falan bugunga ehtiyojimiz yo'q. Bundaq davoni boshqa yerga ep qo'shmanglar. Biz 35 million deyli, 40 million deyli Uyg'ur xalqi bir uyultashdak bir bo'lsak, ittifoq bo'lsak, keynimizda bizni qo'llayotgan Amerika, Yevropa, Angliya qator dunyodagi eng kuchli davlatlar bo'lgandan keyin biz mushlar bilan hamkorlashishda Uyg'ur millati bir butun dasturish orqali bunga o'xshash molchilarga, stan pastlanishlarga ehtiyojimiz yo'q qoldi, o'zimizning davlatimizni qura olamiz, asli keltira olamiz. Taslimiyatchilikning o'rni yo'q. Buningga tipik misol, masalan, Kosovoliklar qirildi. Kosovoliklar musulmonlardi. Musulmonlar hech qanday bir yordam bermadi. Shu jarayonning o'zida ash xalq o'zining davosini to'g'ri anglitibdi. Hamma narsani o'tirib musulmonlardan kutib olmay, ya'ni g'arb dunyosi bilan to'g'ri hamkorlashibdi. Nim bo'ldi? Ular o'zining mustaqillik davlatini qura oldi. Masalan, Bosniyaliklarga o'tirib bir musulmon davlatlar kirib ularni ozod qilib qo'ygani yo'q. Musulmonlar davlatlari kirib o'tirib, ularga bir qalqon bo'g'ini yo'q, ularga yordam bergani yo'q. O'shlarnimi serblarningki irqiy qirg'inchilikdan saqlab qurib bir davlatini qurib berganlar Amerika, Yevropa, mana g'arb dunyosi. Vatandoshlar, Sharqi Temurmi ashundoq. Bundaq misollarni deb kelsak bakchiq. Shuning uchun mundaq kafirlarcha, xoinlarcha, mal'ullarcha taslimiyatchilik qilib, necha millatning davosini qilmay, rostni rostlab Uyg'ur millatining haqiqiy irqiy qirg'inchilik davosini qilib, biz g'arb bilan birlashgan vaqtning o'zida biz mustaqil davlatimizni xuddi Kosovoliklarga o'xshash, xuddi Bosniyaliklarga o'xshash va xuddi Sharqi Temurliklarga o'xshash biz o'zimizning davlatimizni qurib chiqaylik vatandoshlar. Shuning uchun bunga o'xshash urug' tuqqan falan po'kunda o'tirib boshqalardan umidni jiq kutmang.
Zaten men kütmeyme. Rastını rastaylı, kütmeyli, Uygur milleti bir bulaylı, ittifak bulaylı, davayımızı Muşu Yusuf'unca Uygur erki kırgınlıkçı garip dünyası anlataylı ve ulavlen mükemmelleşeyli, birleşeyli. Endin şu asasda biz müstakil devletimizden kurup çıkalayımız vatandaşlar. Teslimiyetçilik qilishning hojati yo'q. Buning o'xshashi molchina o'tirib, mening tuqqanim, mening qarindishim vaqt kelib qolsa, hatto o'zining topgan dadisidan voz kechib o'tirib, men u millatdan, men bu millatdan deyishning hech qanday hojati yo'q vatandoshlarimiz. Deydigan gapim shu vatandoshlarimiz, mening hech qanday bir tayyorligim yo'q. La o'tirg'i chiqdim, xolos gap qaysi degan vaqtimizda vatandoshlarimiz shi hokimiyati taxtda va bu qatam qurultayning o'zida mening tushuncham bu taxt yana qoladi. Uyg'urlarga bo'lgan erkiy qirg'inchilik yana davomlashadi. Xitoy toki o'tirib o'zining 500 milliondan 700 million insonlarni qirib, shuning uchun Uyg'urlarga yuqorqicha Xitoyning bu vahshiyona siyosati davomlashadi vatandoshlarimiz. Ko'rishcha omon bo'laylik. Yakshanba kuni tekrar xayrli bo'lsin qarindoshlar. Xo'sh.